Qisqasi, men seksist, heteroseksual, amoral va degenerat sifatida zamonaviylashish nimaligini tushunmayapman. Zamonaviylik o'zi nima? Har teshikdan chiqib degan prikolni ishlatib bo'ldim. Shu uchun aytaman, Zoomer va Alfa avlodidagi почти hammasi o'zicha zamonaviy. Bu yoqda men o'tiribman, nima qilishni bilmay, yo rostdan meni fikrlashim ota-onamning fikrlashiga yaqinlashib boryapti. Men atrofdagilar aytadigan zamonaviylik degan narsani unchalik ham tushunmayapman. Chunki hamma joyda zamonaviy degan gaplarni gapiryapman. Umuman zamonaviylikda his ham qilmayapman. GPT akadan so'rasam, u men odatda qilishga harakat qilayotgan narsamni chiqarib beryapti va men hayratdaman. Yo'q, rostdan. Sizlar nimani zamonaviylik deyapsizlar? G'arbga intilishdimi? O'zlaringizni saviyali boshqalarni quyga tenglashtirishlaringizdimi? Ota-onalarimizni urf-odatlarinimi? G'arb fikrlarini O'zbekistonga olib kirib, ya'ni g'arb fikrlari deganda men LGBT, feminizmning radikal versiyasi yoki shunga o'xshaydigan umuman bizga kerak bo'lmaydigan narsalarni O'zbekistonga olib kirib, shu narsani zamonaviylik desangizlar, men bu narsaga umuman qarshiman. Agar bizni davlatni, xalqni rivojlantirayotgan narsani meni olib kelib, mana shu narsa zamonaviylik desangizlar, men 100% sizlar bilan birgaman. Bilakin videoni prevyusidagi Kunduziyni basharasini videoga aloqasi yo'q. Prosta zamonaviylik deganda miyamga Kunduziydan boshqa avatar kelmadi. Men u bratani yomonlamayapman. Zamonaviylikka ham qarshiligim yo'q. Keyin Kunduziy bratdan xafa bo'lmang, siz Merini shaxssiz, sizga baribir yozsam ham menga javob bermasiz. Berishingiz ham mumkin, lekin ko'p ehtimol bilan bermasiz. Men ba yozganim yo'q. Oldin aytgandek, Hyparik, Maras, Merkaltini insonman. Menga hype kerak, sizni basharangiz yaxshigina hype beradi. Agar yoqmayotgan bo'lsa, go konflikt. Если что, bu yaxshigina meni raskrutka qilib o'radi, shu uchun. Shunasi o'z, короче. Prosta men o'riz g'iybatshunoslarini kontentini iste'mol qilayotgan shaxsman. Shu uchun men g'arbda bo'layotgan 60-70% pipes haqida informatsiyaga egaman. O'sha radikal femkalar, LGBTQ+, rasizm, qizlarni seksualizatsiyasi ustidagi skandallardan xabarim bor. Va agar sizlar shu narsalarni zamonaviylik deyayotgan bo'lsangiz, unda ad-dushi sizlarni naxu jo'nataman. Men o'zim teng yoshlarni ayrim fikrlarga qo'shilmayman. Ayniqsa O'zbekistondan surish kerak degan fikrlaringizga unchalik ham qo'shilmayman. Men patriot emasman. Men shunchaki vatanimni sevaman. U uchun jonim fido. Lekin davlatimni emas. Bu mavzuga chuqurlashib ketish niyatim yo'q. Shunchaki siz shuni bilishingiz kerak, men siyosatga ham, dinga ham neytral qarayman. Va bu pozitsiyam haqida alohida monolog video qilishim kerak. Tenglik degan narsaga ham sal g'alati qarayman. Sababi shaxsan men patriotizm tarafdoriman. Lekin bu gapim bilan qizlarni uyga tiqib tashlash kerak demoqchi emasman. Yo'q, rostdan seksist bo'lsam ham men qizlarimizni rivojlanayotganini, mustaqillashayotganiga juda pozitiv qarayman. Qizlar, agar menga tosh otmoqchi bo'lsanglar, po'xo'y otinglar. Sababi meni haqiqiy pozitsiyam bu oilada boshliq erkak kishi bo'lishi kerakligi. Shunchaki meni fikrimcha hamma aytadigan teng oila tushunchasi faqatgina patriarxatik oilalarda erishiladi. Bu gapim bilan men oilaviy zo'ravonliklar tomonida emasman. Shunchaki ayol o'zi bilib oshxonaga kirsa, oilada muammo kam bo'lsa kerak demoqchiman. Qazilashyapman. Men umuman zo'ravonliklarga qarshiman. Men umuman abuziv munosabatlarga qarshiman. Men umuman diskriminatsiyaga qarshiman. Men umuman gey emasman. Qisqa qilib aytsam, men seksist, gomofob, amoral, maraz va merkantil shaxs sifatida agar kimdir menga nimadir demoqchi bo'lsa, bemalol so'kaversin deyman. Menga absolut farqi yo'q. Kimdir feminist bo'lib, men haqimda nimadir deb chiqsa, men jon deb o'sha odamni ko'tini yaxshi artmaganligigacha kovlab video qilib chiqaman. O'zi menga videoga ideya kamayib ketganda, Instagramda bir dalbayoblarni qidirib kirsam, faqat zapal bilan seksualni raqs tushayotgan kichik odamchalar chiqib kelaveradi. O'sha odamchalar haqida videolay desam, YouTube 30 santimetrlik asbobini chavalab o'tiribdi shaklini zo'rlayman deb. Xullas, hayot go'zal va bu video asosiy fikrimni yetkazishdan tashqari UZBdagi kamchiliklarni haqorat qilib, keyin hammasini ustidan kulib video qilib chiqish. Kim nima desa desin, lekin g'iybat va mayda gaplik xohlagan davlatda yaxshi tema bo'ladi. O'zbekistonda esa temboli. Shu uchun kimdir bironta o'zbek radikal feminist yoki bironta kulguli shaxsni topib olsa, meni Telegramimga tashlab qo'ysin, odam qidirib ziba bo'lib ketdi. O'zbekistonning aholisi asosiy qismi o'smirlar. Bilmadim nimaga 2000-yillarda xalqimiz seksni yoqtirganligi uchunmi yoki hayotda boshqa rejasi bo'lmaganligi uchunmi, xullas o'sha davr hisobi bilan 3-4 ta bolali bo'lish normal holat hisoblangan. Men realni esimda bitta jo'ram men oilada bitta bo'laman deganida realni vahhoya bo'lib qolgandim.
Keyin bilsam u bola tug'ilishi bilan otasi nonga chiqib qaytmagan ekan. Bolalar, o'smirlar, umuman 25 yoshgacha bo'lgan bolalar O'zbekistonda juda ko'p va ularning katta qismi dalbayobligini inobatga olmasa, ko'psi rivojlanishga harakat qilishadi, ko'p pul topishga harakat qilishadi, o'zini aqlli hisoblashadi va shuni orqasidan bolalarning katta qismi o'zini zamonaviy inson deb o'ylab yurishadi. Menga odat bo'lib qoldi. Любой og'ir mavzuni ko'tarib chiqaman, paniyatkam kamligi uchun uni yuzaki aytaman va bu mavzu ham shunaqa. Juda katta mavzu. Men esa 30 minutlik video olguncha ko'tanam ayrilib ketadi va 10 minutdan ko'p videoni odamlar ko'rishmaydi. Yo, realni o'zi YouTube'ga ovqat yeydigan vaqt kirasizlar. 8 minutda ovqatni yeb bo'lasizlar, keyin videoni o'chirib yuborasizlar. Shunga katta-katta qilib aytib ketaman. Da, o'smirsizlar va o'smirlarda o'smirlik maksimalizmi degan narsa bo'ladi. Ya'ni men boshqalardan farq qilaman. Men aqlli qolgan hamma tupoy. Men oqimga qarshi uzaman, qolganlar qo'y. Men gomoseksualman, qolganlar getero. Va zamonaviylik ham shunaqa bo'lib qola boshlayapti. Ya'ni men zamonaviyman, qolganlar eskicha fikrlaydi. Men realni asabim chiqa boshlayapti. Kimdir chiqib o'zbeklar qo'y deydi. Yana boshqasi o'zbeklar bunaqa kontentga tayyor emas deydi. Hamma davlatda dalbayoblar bor va O'zbekistonda ham bo'ladi. Keyin blogerlarga gapim. Agar sizlarni dalbayoblar qamrab olmasligini xohlasangizlar, dalbayobona kontent qilmanglar. Saviyali bloger bo'lmoqchimisiz, saviyali kontent qilinglar. Tupoy odam prosta zerikib qolsin va axvat ham kam bo'ladi. Shunisi bor. Sababi ilmiy kontentni auditoriyasi doim kam bo'lgan, даже o'sha chet elda ham shunaqa. MrBeast 400 millionlab prosmotr oladi, lekin bir odamning hujjatli filmi 10 millionni zo'rg'a uradi. Va bu normal. Men esa teskarisi. O'zimga o'xshagan dalbayoblarni yig'ib oldim, chatga kirsam vaqt qo'y qolyapman. Yarmi yibanat. Keyin dalbayobona kontent deganim bu cringe videolar emas, cringe videolar umuman axlat bo'q bo'layotibdi, onasimsin. Ularga til tekizib bo'lmaydi. Dalbayobona deganim bu развлечение, ko'ngil ochar videolarni katta qismini tilga olyapman. Endi baribir ulardan ham dalbayob odamlar bo'ladi va ular o'tishadi. Sizlar uchun, ya'ni saviyali odamlar uchun ular baribir dalbayob hisoblanadi. Men shu uchun dalbayobona kontent dedim, saviyalilar uchun. Keyin sizlarga maslahat. O'zingiz xohlagandek yashayveringlar. Freedom, ya'ni ozodlik eng zo'r narsa. U odam dalbayobmi? Po'xo'y, dalbayobligini qilsin agar birovga zarar tegmasa. O'zi maza qilsa bo'ldi. Kerak emas o'zingizning ideallaringizni birovga uqtirish. Hammani o'zini fikri, o'zini hayot yo'li bor. Hatto fikr degan shuncha yo'q. Hamma o'zicha prav. Keyin o'zbeklar bunaqa kontentga tayyor emas degan gapni ham miyalaringdan chiqarib tashlanglar. O'zbeklar bunaqa kontentga tayyor. Shunchaki bunaqa kontentni o'zbekchasi endi chiqa boshlayapti. Hamma o'zini Instagramga urgan. Instagramda esa ming xohlasa ham normalniy kontent qilib bo'lmaydi. YouTube esa O'zbekistonda cringe xona bo'layotibdi. Shu uchun boshqalar til o'rganib norm kontentni iste'mol qilyapti. Til bilmaganlar esa Insta ko'rib, Vine ko'rib vaqtni o'tkazyapti. Shu uchun chin dildan men o'zbek YouTube'ini rivojlanishini xohlar edim. Rivojlanish uchun konkurensiya kerak, lekin hozirgi O'zbekiston YouTube'i yo juda sifatli yo juda cringe. Xullas o'rta qiymatli kontent kam. Mening fikrimcha o'zbek YouTube'ning yaxshi rivojlanayotgan qismi bu Minecraft qismi. O'zimning tanishlarim shu yo'nalishda ijod qilishadi. Shuning uchun men ularni kuzataman va o'zbeklar bemalol rus Minecrafterlari bilan konkurensiya qilisha olishadi. Faqat muammo moliyada bo'lyapti. Men YouTube'ni sevaman. Shuning uchun hamma narsaga tayyorman. Men chin ko'nglimdan O'zbekiston YouTube'i rivojlanishini xohlar edim. Biroq oq reklama pashti yo'q. Donat qilinglar desam, baribir donat qilmaysizlar. Если что, baribir donat haqidagi informatsiya описанияda bo'ladi. Monetizatsiyadan darak yo'q. Odamlar esa murojaat qilib borishsa, ularga chet tilda kontent qilinglar deyshadi. Xullas shu ahvol. Xullas 2026-yilda 21-aprel sanasidan boshlab shunaqa ma'lumot yuribdi, что O'zbekiston Respublikasida YouTube monetizatsiyasi yonadi. Bu degani biz o'sha pul topishni boshlaymiz degani. Lekin bu Xoliberg gap so'zlar. Hammasi nimadan chiqib keldi? Что 1-aprel sanasida nima olib tashlandi? Umuman taqiq. Endi o'zbeklarning ma'lumotlari chet elda ba'zi danyalarda, ayrim ba'zi danyalarida saqlanishi mumkin. Meta, Google va shunga o'xshagan resurslarga ruxsat berilgan. Google va Steam yana boshqa bir katta kompaniyalar o'sha O'zbekistonga soliq to'lay boshlayapti. O'sha kirib ketishgan va shuni hisobidan O'zbekistonda yaqin orada, umid qilaman yaqin orada shu yil hisobida monetizatsiya yonishi mumkin ekan. Endi buni hammasi gap so'zlar, buni hammasi aniq fakt emas. Bu ovoz uchun uzr so'rayman. Xolixonadaman va Vashingtondan. Yana bir og'ir mavzu bor. O'zbeklarni qo'ylarga o'xshatishadi. Bilaydi, qo'y nafaqat o'zbeklar, balkim inson zoti qo'yga o'xshaydi va bu fakt. Nimaga aynan o'zbeklarga urg'u berishlaringizni esa tushunmayapman. Shu o'zbeklarni qo'yga o'xshatayotgan odamlarni men cho'ponni kuchugiga o'xshataman. O'zini qo'y emas deydi, lekin cho'pon aytganini qilib dumchasini likilatib
qilib yugurib, ichida esa "Men qo'y emasman" deb yugurib yuradi, onasini emsin. Jahon sistemasi, katta og'a degan narsalar bor va ularni fonida men oddiy qo'zichoqman. Bu narsani tan olaman. Agar meni gaplarim sizlarga yoqmasa, go meni boykot qilinglar. Men roziman. Bir Twitch bo'lsin, odam zerikib ketdi. Boshqa blogerlar boykotdan qo'rqadi, menga esa po'x. Chunki men oldin ham aytganman, men maraz, amoral, haypajor va merkantil odamman. Shu uchun menga uncha qiziq emas. Boykotdan esa ortiqcha kontent qilaman, xolos. Zamonaviylik ichiga shunga o'xshaydigan juda ko'p gaplar bor. Bu odamlar nima deydi? Konstani qo'shig'idagi bu gap sana rivojlanishing, boshqalarning heytiga e'tibor bermasdan faqat olg'a yurishing haqidagi gap va qo'shiq. Bila odamlar nima deydi deb ayrimlar fohisha, gay, trans bo'lib ketyapti. Zaybal. Yana odamlar nima deydi mavzusini ochsak, u to'y mavzusiga ulanib ketadi. Ana shu to'y mavzusiga ozgina to'xtalmoqchiman. Zamonaviylik tarafdorlari qisqa skromni to'y qilish tarafdorlari hamdir. Shaxsan o'zimga umuman to'y yoqmaydi. Ha, bu esda qolarli narsa. Tuda-suda, menga realni po'xuy. Men bo'lajak turmush o'rtog'imni fikridan kelib chiqarib ham to'liqroq gapiraman hali. Hozir realni odamlar nima deydi degan narsa va dadamni reputatsiyalarini inobatga olsak, baribir to'y qilishim kerak bo'ladi. Rostini aytsam, menga eski to'ylar realni yoqar edi. O'zimizning ota-onalarimiz davridagi oddiy quvnoq to'ychalar. Mana hozir bizning davrimizda 1-2 kalasi katta personalar cottage, love story degan xuynashkalarni qo'sha boshlayapti. Keyin palon pulga shu paytgacha bironta qo'shiqni to'liq eshitmagan san'atkorini to'yimga chaqirayotgan yibanat ham emasman. Bila, undan ko'ra to'yimga kunduzini chaqiraman. Aqlli gaplar gapirib o'tiradi. Hatto bu odamlarga manfaatli bo'ladi. Qizi, fikrim o'zgarishi ham mumkin. Atak bo'ldi. To'y o'tdi. Kayf. Endi kuyov kelinni soladi. Hayot go'zal meza. Umid qilaman bo'lajak turmush o'rtog'im ham o'zimga o'xshagan bo'ladi. Va biz naxuy to'y qilmaymiz. Shu xullas zamonaviylik degani qizi deydi naxuy masalaga saviyali blogermanmi? Chopinglar, boshqalardan so'ranglar. Men ketdim, Hintayga drachit qilaman. Qovun uchun eksklyuziv. Neger